Galdagi faktimiz elektrotexnikaga oid. Bugun UzLTex sanoat uyushmasi tomonidan respublikamizda energiya samaradorligi yuqori bo'lgan isitish tizimlarini mahalliylashtirishga katta e'tibor qaratilyapti. So'nggi 5 yilda mazkur yo'nalishda mahalliylashtirish darajasi 75% ga oshirilib, yillik quvvati 15 mingtaga yetdi. Bundan tashqari ishlab chiqarishga xalqaro brendlar jalb etilib, Yevropa standartlari asosida mahsulotlar ishlab chiqarish hajmi kengaydi. Poytaxtimizdagi birgina yirik sanoat texnoparkida isitish tizimlarining 10 dan ortiq turi ishlab chiqarilyapti. Hozirgi lavhamiz aynan shu haqda. Tahlillarga ko'ra, mamlakatimizdagi 10 dan ortiq korxonada yiliga 15 mingdan ziyod ko'mir, yog'och granula va gaz yonilg'i turlarida ishlaydigan isitish qozoni ishlab chiqarilyapti. Toshkent shahrida joylashgan texnoparkda yillik quvvati 3000 dona bo'lgan energiya samaradorligi yuqori turli o'lcham va hajmdagi isitish qozonlarini ishlab chiqarish yo'lga qo'yilgan. Ushbu manzilda yangi turdagi energiya tejovchi uskunalarning taqdimoti bo'lib o'tdi. Tadbirimizning o'ziga xos ahamiyati shundaki, prezidentimiz tomonidan respublikamizda olib borilayotgan keng islohotlar doirasida xususan tejamkor energiya mahsulotlariga bo'lgan talablarni oshirish, import o'rnini bosuvchi mahalliy ishlab chiqaruvchilarni qo'llab-quvvatlash nuqtai nazaridan olib borilayotgan siyosatiga bevosita hamohang sanaladi. Tadbirimizda 20 ga yaqin isitish turidagi mahsulotlar taqdim etilgan bo'lib, asosan yangi mahsulotlardan gibrid radiatorlar. Bu radiatorlarimiz ham elektr energiyasida ham gaz energiyalarida ishlash imkoniyatiga ega. Bundan tashqari heat pump mahsulotimiz bor, issiqlik nasoslari. Bu mahsulotimiz ham sovutish uchun, ham qishning sovuq kunlarida isitish uchun mo'ljallangan mahsulotlarimiz sanaladi. Hamda markazlashgan isitish tizimlarida bugungi kunda O'zbekiston qurilish bozoriga keng miqyosda kirib kelayotgan yangi turdagi individual issiqlik punktlari kabi mahsulotlarimiz taqdimoti namoyish etildi. Barcha mahsulotlarimiz energiya tejamkor mahsulotlar, bundan tashqari muqobil energiya resurslari kabi mahsulotlarimiz ham taqdimot etildi. Taqdimotda tadbirkorlar ham ishtirok etishdi. Ularga sanoat qozonlari, quyosh panellari o'rnatilgan suv isitish qurilmalari, individual issiqlik punktlari bo'yicha ma'lumot berildi. Bugungi taqdimotda qatnashishimizdan asosiy maqsadimiz tajriba almashish. Chunki biz ham hurmatli prezidentimiz tashabbuslari bilan yosh tadbirkorlarga ajratilgan imkoniyatlardan foydalanib, 2019-yildan boshlab biz ham individual isitish tizimlarini ishlab chiqarishni boshlaganmiz. Bugungi tadbirga qatnashishimizdan asosiy maqsadimiz tajriba almashish. Taqdimotda meni asosiy qiziqtirgani bu issiqxonalarga bo'lgan filtrlar. Chunki ekologiya, ya'ni atrof muhitni muhofaza qilish yili deb belgilangani uchun filtrlar ishlab chiqarishi yo'lga qo'ysak bo'lar ekan deb o'ylab qoldik. Ishtirokchilar texnoparkdagi ishlab chiqarish mahsulotlarining sinov jarayonlari bilan tanishdi.